Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Bugun mana 2025-yil 6-iyun. Hammalarni Qurbon hayiti bilan muborakbod etaman, tabriklayman. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Kimlarni Alloh mushkuli bo'lsa oson qilib qo'ysin. Kimlarni qanaqangi dardlari bo'lsa hammasiga o'zi shifo bersin. Musofirdagilarni ham tinch, sog' salomat qilsin. Har xil balo qazolardan, yomonliklardan o'zi panohida saqlasin. Sog' salomat ishlarni qilib, pullarni qilib ota-ona bola chaqalarning oldiga yorug' yuz bilan kelaversin. Dunyoda tinchlik bo'lsin, yurtimiz, oilamizni tinch qilsin Allohim. Bu 5 kunlik dunyo azizlar, hammamiz musulmon odamlar bir-birimizga yaxshilik qilib yuraylik. Mana biz ham qo'limizdan kelgancha pomidor badanilarga mana har xil kerakli mana dorilarni qilib ko'rsatyapmiz qo'limizdan kelganicha. Mana kasallarni ham o'qiyapmiz qo'limizdan kelganicha. Bularni ham sekin qo'yib boramiz. Mana 20 yildan oshiq bo'lyapti, kasallarni ham o'qiymiz. Qanaqa kasallarni o'qiysiz debdi. Hamma kasallarni o'qiymiz. Qur'ondan oyat suralarni o'qib dam solamiz. Hamma kasallarni o'qiyveramiz. Shifoni Alloh beradi. Allohning izni bilan tuzalib ketaveradi. Biz hammamiz bu dunyoda sababchimiz azizlar. Bir niyat qilib qo'ydim shu Qurbon hayit bilan obunachilarimizni, aziz musulmonlarni bir tabriklab qo'yay deb. Hammamiz bir-birlarimizga bu 5 kunlik dunyoda yaxshilik qilib, yaxshi gapirib yuraylik. Hammamizni turli ofat, balo qazolardan o'zi saqlasin Allohim. Alloh aytayapti, Alloh bandalarim bu dunyodagi hamma narsani sizlarga bo'ysundirib qo'ydim deyapti. Oma sizlar kam shukr qilasizlar deyapti. Shuning uchun Allohga ko'p shukr qilaylik, ko'p hamd sanolar aytib yuraylik. Azizlar, bu nima desa bo'ladi? Bu masalan mana ko'rsatib boryapmiz qo'limizdan kelganicha, sizlardan hech narsa ketmaydi. Like bosinglar, podpiska tugmani bosib, a'zo bo'lmaganlar bosinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi azizlar. Biz ham qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib videolarni qo'yib boraveramiz. Kim shu podpiskani bosib, like bossa, shu birinchilardan bo'lib qo'ygan videolarimiz yetib boraveradi. Keyin bizni video nima deydi, kanalimiz ham rivojlanishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Bu dunyoda hammamiz sababchimiz azizlar. Shuning uchun qo'limizdan kelganicha harakat qilib bir-birimizga ko'p yordam berib, yaxshi gapirib, Allohga ko'p hamd sanolar aytib yuraylik. Yana bir bor Qurbon hayitinglar muborak bo'lsin, yaxshi o'tkazinglar. Tinch, sog' salomat, eng avvalo sog'lik azizlar. Shuning uchun qayerda bo'lsa ham sog' salomat bo'linglar. Tinch bo'laveringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.